Aprel imtihonda tushish ehtimoli yuqori savollarni tahlil qilishda davom etamiz. Boshladik. Qaysi javobda so'z qo'llash bo'yicha uslubiy xatolik mavjud emas? Emasga e'tibor beramiz. A javobda aytayaptiki, bu yerdan bizga hech qanday foyda yo'q, chunki nufuzi juda qashshoq ekan. Nufuz degan so'z xato qo'llangan. Nega? Chunki bu yerda nufuz S bo'lishi kerak. Aholi degan mazmunda kelish kerak. Aholisi juda qashshoq bo'lganda Z bu yerda obro' bo'lib qolyapti. Xato. Demak, javob xato bo'lyapti. B javobda lekin chamasi kursdoshlar orasida yolg'izlanib qolish ming bir ta'nalarni eshitishdan ham qo'rqdim shekilli deyapti. Ta'nalarni degan xato, bu yerda ta'na bir jism, demak, jasad bo'lyapti. Mazmuni, lekin mazmunda ta'na dashnom bo'lishi kerak. Shuning uchun bu javobim xato. Ya'ni ta'na degan tutuq belgili so'zni yozish kerak edi. C javobga qarang. Har bir kunni o'lchab sarflagan har bir daqiqangni hisobga ol. Faqat vaqt masalasidagina saxiylik qilish mumkin. Saxiylik degan so'z xato, chunki bu yerda tepada aytayapti, vaqtni, demak, asra vaqtga e'tibor ber deyapti. Vaqt masalasida saxiylik emas, xasislik qilish mumkin deyish kerak edi. Mazmunan saxiylik xato bo'lyapti. C javob xato. Usta Mo'minjon ismli bir miltiq ustasining otgan o'qi bilan ko'kragimdan yaralanib yiqildi. Bu yerda to'g'ri. Bu gap qarang, eski tilimizdagi so'zlar yordamida yozilgan. Lekin mazmunan to'g'ri har bir so'z. To'g'ri javobimiz D bo'ladi. Bizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang.